Hürmetli kötendişem, bugünkü leksiyemizni başlayımız. Leksiyerisi Gazi Roze, Washington'dan sözleyimiz. Leksiyemizin mavzusu mındak. Sözün Rais Hanım söz görüp aytdı. Cüngunu ziyaret kılıp, Janubi Deniz vaziyetini muhakeme kılışını baş planga koydu. Mavzulu haber 7. ayının 24. günü Venetor beti dilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlari prezident bexatarlik maslahatchisi Suzan Rais 24 kuni Beijingga ziyoratga bordi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi mundaq ko'rsatdi. Ikki taraf Amerika-Jungo munosabati 20 davlat guruhi rahbarlarining Hangjuda o'tkaziladigan yuqori darajalik yig'ini hamda ikki davlat o'rtaq ko'ngil biladigan muhim masalalar to'g'risida fikir almashtirdi. Suzan Rais Prezident Obama'nın yetinde muhim bir erbab. Washington'un tashqi siyosatiga ta'sir ko'rsatadigan muhim bir erbab. Mutaxassislar tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Suzan Raisning bu qatimqi Beijing ziyarati ko'p xil ishlarni maqsad qiladi. Aldı bilen Janubi Deniz to'g'risida Gaganing qarori e'lon qilingandan keyingi ahvollarni Jungo taraf bilan suhbatlashidir. Uningdan boshqa ikki davlat diplomatlari 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inida Jungo Amerika rahbarlarining uchrashishini o'rinlashtirdi. Suzan Raisning Beijing ziyarati to'g'risida Amerika davlat Mahkemesi bayanat e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Suzan Rais Beijingda davlat mahkamasining a'zosi Yang Jieqini o'z ichiga olgan Jungoning yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishdi. Ikki taraf oila va yer shari xarakterlik masalalar bo'yicha suhbatlashdi. Suzan Rais mundaq ta'kidlaydi. Amerika Jungo bilan hamkorlikni taraqqiy qildirishga hamda ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflarni kontrol qilishga chiqardi. Gaga sotining qarori e'lon qilingandan keyin Suzan Rais xonimning Jungoni ziyorat qiladiganligi mutaxassislar tahlil qilib ziyorat qiladiganligi to'g'risida mutaxassislar tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf tunji qatim Janubi Deniz masalasi to'g'risida Jungo taraf bilan fikrlashdi. Gaga soti qaror e'lon qilingandan keyin bu qatim Suzan Rais xonimning Beijingni ziyorat qilishi demak, Amerika taraf Jungo taraf bilan tunji qatim Janubi Deniz masalasi to'g'risida so'zlashdi, fikrlashdi. Jungo Xalq Universiteti Xalqaro munosabatlar institutining muavin boshlig'i Jin Sharong mundaq ko'rsatdi. Suzan Rais Jungoni ziyorat qilib oldi bilan Janubi Deniz masalasini so'zlashdi. Oldi bilan Janubi Deniz masalasini so'zlashdi. Ondan qolsa Jungoga qizil siziq sizib berib, Huangyandao oralida to'pitindirib, orol yasashga yo'l qo'ymaydi. Demek Jin Sharongning aytgandek, demek Janubi Deniz masalasida bu qatim Suzan Rais xonimning Beijingni ziyorat qilishi Beijing hukumatiga mushu masala bo'yicha qizil siziq sizib berish ekan. Xitoy hukumati buni qaysi darajada qabul qiladi, bu tarafda siz bilan bizga qarang. Albatta Jungoning pozitsiyasini ko'rib boqadi. Bu qatimqi ziyorat intayin murakkab bir faoliyat bo'lib, Suzan Rais xonim dal vaqtida Jungoni ziyorat qildi deydi Jin Sharong apandi.